Hozir biz Yevropa, Latviya o'rmonlari ichida 2-jahon urushida mudofaa sifatida xizmat ko'rsatgan bunkerlarni ko'rib qoldik. Mana bu bunkerni qaranglar, ichida xona-xonaga ajralib ketgan, qorong'u. Agar qiziq bo'lsa, yanada ichkariga kiramiz. Bu tarafda ham qo'shimcha joylari bor. Bunaqa bunkerlardan o'rmonda ichida juda ham ko'p ekan. Adashmasam, 4-bunker biz ko'rgan. Undan tashqari yo'qda ham mana shunaqa eshiklari yopilib qolgan bunkerlarni ham ko'rdik. Hammasini ichi bir xil ko'rinishda va bir xil stilda qurilgan. Hozir bu tarafda ham mana qo'shimcha narsalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Aynan ushbu bunkerlar 2-jahon urushida SSR, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi tarafida xizmat qilgan, chunki o'sha paytda Latviya Rossiyaning tarkibida bo'lgan. Boya aytganimdek, bu bunkerlardan o'rmonda ichida juda ko'p. Bu biz ko'rgan bunkerlar 5-si. Va vaqtida bunker sifatida xizmat ko'rsatilgan joylarda mana bunaqa rasmlar turibdi.